Choyimiz qaynaguncha tayyor bo'ladigan issiq yegulik. Bu yegulikni men ancha yillardan beri qilaman. O'zimga ham, oilasilarimga ham yoqadi. 2 ta tuxumga sut va tuz solaman. Yaxshilab aralashtirib, ustidan un solaman. Unni aniq massasi примерно 300 gram, 250-300 gram bo'ladi. Quyuq massa bo'lguncha qilasizlar. Agar sizlar ko'pchilik bo'lsangiz, sutni ko'proq solib, quyuq qilib, unni ham solib, shunaqa massa qilib olishingiz kerak. Bir qoshiqdan skarodkaga solib, o'rtadan sal pastroq olib pishirib olamiz. Qip-qizil bo'lib, ishib chiqadi. Juda ham zo'r. Albatta tayyorlab ko'rib, ertalab ayniqsa issiqqina zo'r ketadi. Farzandlaringizga tayyorlab beringlar. Ayniqsa maktab, bog'chaga boradigan bolalar uchun bu juda ham zo'r narsa. Albatta tayyorlab yedirib ko'ringlar. Choyinglar qaynaguncha tayyor bo'ladi.